Assalomu alaykum hammaga, yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Xo'p, videoda ko'rganinglardek, driverlar qancha gross qilayotgani, qanaqa profit bo'layotgani haqida sizlarga qisqacha ko'rsatmoqchiman. Undan oldin qisqacha o'zim haqida aytib o'taman. Ismim Begdod, logistika 5 yildan beri ishlab kelaman. Oxirgi 1 yilda display servis ochib, hozirda 12 ta yaqin komanda bor va 30 ta yaqin trak qarab kelyapmiz komanda bilan. Bu videoda hozir oldingi oyda qancha gross qilganimiz, ya'ni 1 millionga qanaqa chiqqanimiz va undan driverlar qanaqa gross qilayotgani, qanaqa profit qilayotgani va RPMlar haqida sizlarga qisqacha ko'rsatmoqchiman. Xo'p, bu MC'mizda o'rtacha videoda ko'rganinglardek 25 ta driver yuradi va driverlarni o'rtacha oldingi oy qilgani 1 oy bo'lmaydi-da. Endi orasida 2-3 kun uyga kirib ketgani bor. Lekin 1 oyga qancha gross qilganini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Top 3 tasini ko'rsataman. Birinchisi 244 RPM bilan 19000 mayl yurib, 47200 $ bilan 1 oyni tugatgan ekan. Top 2 da turadigan driver 47000 $75 254 RPM bilan 18565 mayl yurgan ekan, 1 oy mobaynida. Va uchinchisi 46112 $1,000 qilgan ekan va bunda RPM 208. Endi bunda orasida uyga kirib chiqqani bor, shopga kirib ketgani bor. Biz umumiy top 3 dan yetib chiqdik, lekin hozirgi marketda 1 oy mobaynida 40000 dan 45000 gacha yurib turishdi driverlar. Bu 3 ta top aytganim endi yuqorilari, ya'ni qolganlari pastda bor, 42000 chiqqani bor, 40000 chiqqani bor, 35000 chiqqani bor. Masalan, shopda 1,5 hafta, 2 hafta qolib ketgan traklarimiz bor va biz o'rtacha bularni hisoblaydigan bo'lsak, aytaylik, masalan, hozir bizda bu yoqda 30 ta yurib turgan bo'lsa, 25 ta shu atrofda aktiv yurib turibdi va mana shu driverlar bilan oldingi oy biza 40000 dan hisoblasak, 1 oyda driver qilgan bo'lsa, buni ko'paytiradigan bo'lsak, 25 ta stabil yurgan bo'lsa, 5 tasi masalan driver ketib qolgan, kelgan yoki shopga kirib ketgan, accident bo'lgan bo'ladigan bo'lsa, 25 ta qaragan bo'lsa, o'rtacha 40000 dan olib, $1 million как оборот qildik mana shu MC ni o'zidan. Endi bizda 0 dan ko'tarilgan MC lar bor, ya'ni как bitta trakdan 6 ta trak chiqqanimiz bor. Hozir bitta team driver katta ularda 5 ta trak bo'ldi. Grosslarni ham ularda ham xuddi shunaqa. Bizda faqatgina driver payroll ishlaganimiz uchun o'zimizda brokerlar va hozirda lane'dan olinyapti va bozor mana shu narsaga tortyapti. Endi bilasizlar, fuel ko'tarilgani, market ham ancha ko'tarilib qoldi va hozirda mana shu komandam bilan dispatch update komandam bilan shunga yaqin grosslar qolamiz. Men beradigan offerim hozirda o'zimiz komanda bilan qotgan grossimiz teamga 15000 dan 20000 gacha va solo driverlarga 10000 dan 12000 gacha. Agar sizlarning kompaniyalar bo'ladigan bo'lsa va dispatch servis qidirayotgan bo'lsanglar va yaxshi profitga kirmoqchi bo'lsanglar, mana shu telefon nomeriga telefon qilsanglar va benseller desanglar, o'zim aloqaga chiqib gaplashamiz. Yoki Telegramim bor, Telegramga yozsanglar, o'zim telefon aloqaga chiqib, Zoom orqali gaplashib, kompaniyalarni ko'rib, brokerlardan so'rab, USPS yoki dekocha bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz hal qilib o'zimizga olib va profilga chiqinishlar biza yurgizib beramiz va hamma kabi bir hafta testoviy rejim, ya'ni как bir hafta mobaynida MC ning ko'riladi, broker setup bo'ladi. Agar profitga kirsanglar, galchi ketadi, agar profil kirmaydigan bo'lsalar, ish to'xtatiladi. Bu hammasi endi driverga va MC ga bog'liq bo'ladi. Bir hafta mobaynida testoviy rejim bo'ladi.